Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan O'zto'yning kanali. Do'stlar, bugungi videoroligimizda biz sizlarga yana bir bora kerakli va manfaatli bo'lgan bitta ma'lumot ko'rsatmoqchimiz. Marhamat, videoroligimizni ko'rib tomosha qiling. Kanalimizdagi videolar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xullas do'stlar, bizga Gentra avtomobilni olib kelishdi. Gentra avtomat korobka. Yo'lda ketib turgan joyimda kuyganning hidi chiqib, sasib ketdi mashinalar ichiga. Keyin tushib ahvollarni tekshirib qarasam, zatni chirog'i yonib turibdi, lekin mashina parkovkada turibdi. Deb aytishdi va avtomobilni bizga olib kelishdi. Avtomobil diagnoz qilib tekshirganimizda speedometer, ya'ni tabloda orqa tomonida zatni chiroqni yoqib berishga javob beruvchi mikrosxemasi bor. Ana shu mikrosxema kuyganligi ma'lum bo'ldi. Chunki bu narsa ochmasdan turib ham bilsa bo'ladi buni. Zatni chiroq yonib qolsa yoki yonmay qolsa, hid chiqsa yoki hid chiqmagan holatda 100% bu tablo orqasidagi mikrosxemadan chiqadi. Hozir men sizlarga tabloni yechib, o'sha mikrosxemani kuyganligini ko'rsataman. Keyin qanaqangi tartibda remont qilsa bo'ladigan holatini ko'rsataman. Bu narsaga albatta tablo almashtirish shart emas. Hozir o'zini remont qiladigan yo'llari chiqib ketgan. O'sha yo'llarni chiroyli qilib, joy-joyda qilib qo'yilsa, tablo yana ancha yil xizmat qiladi. Hozir mana tablomizni yechib oldik. Tablomizni baqa olamizda sizlarga orqa tomonidagi kuygan platani ko'rsataman. Hozir mana tablomizni shu oldi holati, orqasini ochib olganmiz korpusini sizlarga ko'rsatish maqsadida korpusni ochib oldim. Mana tablomizda ko'ryapsizlar, mikrosxema erib pastga oqib ketgan oyoqlarning ustiga. Kuyib ketgan bu narsa. O'sha hisobiga mashinaga hidi chiqib, qo'lansaqda chiqib ketgan. Bu narsa Gentra avtomat korobkalarda juda ham ko'p uchraydigan holat. Hozir buni qanaqangi tartibda remont qilishni ko'rsataman. Bunga biz mikrorelay 1 kilo va 883 oyoqli, ya'ni kondensatorga o'xshagan mikrosxemamiz bor. Ana shuni ustunovka qilamiz. Bu yerda zamoy tok, primoy tok va nima desam bo'ladi, o'zini zatniga buyruq beruvchi ikkitalik signal keluvchi holatdan 1 kilo va 3 oyoqlik kondensatorga o'xshagan 880 rusumlik kondensatorga o'xshagan material bor. O'shani ustunovka qilinadi. Xuddi shu holatda qilinadi. O'zinikini olib tashladik. Hozir o'zinikini ham ko'rsatdim sizlarga kuygan holatini. Xuddi shunaqangi holatda ustunovka qilinadi do'stlar. Bu narsaga tabloni almashtirish shart emas. Hozir bu avtomobilimizni tablosini endi qaytarib joy-joyiga qilib, akkuratni qilib, chiroyli holatda qilib yig'amizda, keyin joyiga qotirib sizlarga ishlaydigan holatni ko'rsataman. Hozir mana tablomizni joyiga qo'yib oldik. Mana bu yerda mikro relayimiz turibdi. Ustini izolyatsiya qilib qo'yganmiz izolenta bilan. Hozir spechkani ko'rsataman sizlarga. Hozir. Mana do'stlar, tablo orqasida qoladi bu. Orqasi killay qilib yopishtirib qo'yilgan. Bu ovoz chiqmaydi, tir-tir qilmaydi. Tabloni olib qo'ygan deb xalaqit bermaydi. Hozir mana shu holatida endi zatni skorost ko'rib tekshiramiz. Rushni ekan tortib oldikda. Mana R ga urdik, ya'ni zatniga. Hozir tushib ko'ramiz zatni holatini. Mana zatni chirog'imiz yonib turibdi do'stlar. Bu degani biz qo'ygan mikrorelay o'zining vazifasini bajaryapti. Endi skordan chiqaramiz buni. Skordan chiqarib endi ko'ramiz zatnisini. Mana do'stlar. Xuddi mana shunaqangi holatda remont qilinadi. Xullas do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kerakli va foydali ma'lumotimiz hozir shulardan iborat. Bu narsa Gentrada ko'p uchraydi. Agar sizlarga kerakli ma'lumot berilgan bo'lsa va videoroligimiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga like bosib, videoroligimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hali bundan-da kerakli mavzular sizlarni oldinda kutmoqda do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.